Assalomu alaykum hurmatli Perseplar Qo'qon kanali a'zolari va Persep ishqibozlari. Bugungi obzorimizda akalar qo'shmos modelimiz, razmerlari 3.30 ga 1.60 akalar. Ramalarimiz Chevrolet, o'rtimiz oldi ochiladi. Ko'rishlar mumkin. Nima qilamiz? Orqa ham ochiladi ekanlar. Ko'rishlar mumkin. Gabaritli uzun narsalarni ham tashish uchun mo'ljallangan. Hop, sizlarga yana alohida tanishtirib o'tadigan narsalar. Elektromontajlarimiz tayyor. Ramalarimiz qalin Chevrolet materialdan bo'lgan. Balon holatlarimiz yangi. Ko'rishlar mumkin akalar, pechat. 13 razmerda yangi diska balon. Resorlarimiz usulli resor qo'yilgan. Xudo xolasa buni gurza podyomi 3 tonna ko'taradi akalar. Usulli resor. Ko'rishlar mumkin. Bortlarimiz atsinkovka materialdan, zanglamaydi. Balandligi 40 cm. Mana 1 tonna 400 lik rossiyskiy kammer zamogimiz bilan xudo xolasa elektromontajlarimizni tayyor qilib qo'ydik. Sirovka zanjirlarimiz ham bor. Yoshlar mumkin plastmassa kirolari bilan duvayno qilingan mana. O'slarimiz burovoy turba, amortizator, resor. Stupitsalarimiz mana yangi ko'rishlar mumkin. Persepimizda narxiga keladigan bo'lsak 16 million so'm. 3.30 ga 1.60 oldirib qo'shiladi akalar. Balon holatlari yangi. Xudo xolasa yurmagan balon qo'yilyapti. Stupitsalar ham yangi. Gurza podyomi 3 tonna. Ustiga yuk ortilgandan keyin bog'lash uchun mana bunaqa halqalarimiz ham bor. Negativ shakllarimizga endi nima deymiz? Siz bilmasangiz boshqasiga kerak. Yangi ma'lumot bo'lishi mumkin akalar. Shuning uchun negativ shakllarga ham hop deb boramiz. Ko'rishlar mumkin. Yana tepada perseplarimiz bor. Hozir sizlar bilan obzor qilamiz uni. Mana akalar, vitrindagi perseplarimizdan. Bu persepimiz razmeri 1.40 ga 2.10. Usulli resorda. Ko'tarish qobiliyati 1.5 tonna. 13 razmerdagi diska balon. Plastmassa kirilo, bunda ham pechat balonlar. Tentli variantda, tentini balandligi poldan 1.20. Ko'rishlar mumkin mana ichini. Karkazlari bilan to'qilgan, ichida fanerkalari bilan kelar. Eshigimiz ochiladi. Qulflanadigan variantida. Persepimizdan ham orqadan ko'rsatib o'tamiz. Ham zamok. Tentimiz, furani tentidan qalin tent. Akalar. Ko'rishlar mumkin. Bu persepimiz razmeri 2.40 ga 1.40, 15 diska balon yangi akalar mana. 15 diska balon bilan. Bu ham usulli resorda. Bu ham 1.5 tonna ko'taraveradi. Bu persepimiz ham elektromontajlari tayyor. Bu persep nalichida narigi egasi bor akalar. Bu persepimiz ham egasi bor. Namanganlik akalar Rossiyaga chiqadi. Persepimiz qo'shmos variantida 13 diska balonlar, persep o'zim zavodskiy resorlari bilan. Ramalarimiz Chevrolet hamma persepimizda. Bu profillar hammasi 3 tenka bo'ladi akalar. Uzilib ketadi, yorilib ketadi. Yo'q, xudo xolasa mazza qilib ishlatasizlar. Reshotka tenti bilan, xudo xolasa tentini pistonlarni urilyapti ichkarida. Pistonlar urilgandan keyin syomniy holatda bo'ladi bunisi. Ilgaklari bor, xudo xolasa arka bo'lib tentimiz qotadi. Bu persepimiz razmeri 2.90 ga 1.40. Reshotkasining balandligi poldan 1.5 akalar. Elektromontajlar tayyor. Narxlarni bir qator tanishtirib o'tamiz akalar. Hamma har xil so'rashyapti endi kommentariyada.
Bu persepimizning narxi 2.90 ga 1.40. Reshetkasining balandligi poldan 1.50. Narxi 15 million 500 ming so'm akalar. Tentlari bilan farq ko'p ichida. Bu persepimizning narxi 2.40 ga 1.40. Bu ko'tarish qobiliyati 1.5 tonna. 15 diska balon yangi akalar. Farq ko'p ichida 9.5 millionga berib yuboriladi. Bu persepimiz zakazsalang shu razmerdan qilib beramiz, zo'roq ham qilib beramiz. 1.40 ga 2.10. Reshetkasining balandligi, ya'ni tentining balandligi holidan 1.20 sm. Buni narxini 11.5 million qilib beramiz akalar. Elektromontaj tayyor. Balon holatlari yangi. Atkazmaydi holasa ishi yo'q. Nomer qadasizlar, ishga chiqasizlar. Tentlari bilan komplekt narxlari keladilar. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Yana bu remont qilib qo'ygan persepimizda. Ya'ni bizning kanaldagi shorts videolar qatoriga o'tsalar, buni holati bor, videoga olib qo'yilgan. Bu persepimizda mana rossiyskiy persep bu. Portlarni qo'yildi, orqalar qo'yildi. Persep avariya bo'lgan edi. Orqasidan mashina kelib solishgan. O'qlarimiz razvallari chiqib ketgan, resorlar siniq edi. Noldan yangi holatda yig'dik akalar buni. Chachib, boshqatdan yig'di. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'ida. Bu tomonga ketish Toshkentga chiqib ketsa akalar. Bu tomonga ketish Andijonga ketish akalar. Bo'ydani Mo'sidan Toshkent tarafga qarab 300 metr tushganda persepni juda ko'pchilik tanishadi, biladi hamma. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 763688. Aloqaga chiqarasizlar, nomlangan shot fakturasini yozib beramiz. Xudo xolasa aloqa nomerlarimizni yana pastga qo'yib qo'yamiz. Kelishtirib beriladi akalar. Kelishtirib beramiz, chiroyli qilib. Bonuslarimiz ham bor. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni deb bitirib beraveramiz. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.